Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan aholi orasida keng tarqalgan qandli diabet kasalligi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Qandli diabet qanday kasallik? Keling, shuni sizga qisqacha tushuntirib beraman. Demak, qandli diabet bu qonda insulin miqdorining kamayishi natijasida glukozaning oshib ketishi va buni oqibatida og'ir asoratlar olib keladigan kasallik hisoblanadi. Xo'sh, normada qonda glukoza miqdori o'zi aslida qancha bo'lishi kerak? Normada glukoza miqdori och qorinda tekshirilganda, demak, 4 dan 6 gacha bo'lishi kerak. Ya'ni minimal 4, maksimal esa 6 chiqishi kerak glukozaning miqdori. Lekin och qorinda tekshirilganda 6.1, 6.9 chiqsa, demak bu diabet oldi holat hisoblanadi. Ya'ni inson o'ziga, ya'ni ovqatlanishga e'tibor qaratishi kerak bo'ladi. Ya'ni u agar e'tibor bermasa sog'lig'iga keyin diabet bo'lish ehtimoli oshayotganini ko'rsatadi. Agar biz och qorinda emas, to'q qorinda tekshirtirganimizda qondagi glukoza miqdorini, demak 7.8 chiqsa, bu norma hisoblanadi. Ya'ni to'q qorinda tekshirilganda 7.8 chiqsa, bu norma, diabet emas. To'q qorinda tekshirilgan paytda 7.8, 11 chiqsa, bu demak diabet oldi holati. 11 dan yuqori chiqsa to'q qorinda, demak bu diabet hisoblanadi. Ba'zi bir manbalarda esa biz hozir normani 6.6 dedik, lekin ba'zi bir manbalarda 3.3, 5.5 norma deb olingan. Hozir biz demak glukozani miqdorini bilib oldik. Endi insulinning vazifasi nima ekanligini bilib olamiz. Xo'sh, qonda insulin nima vazifani bajaradi? Insulin vazifasi birinchi navbatda qonda glukozani hujayraga kirishini ta'minlaydi. Ya'ni insulin hujayra eshiklarini ochadi, glukoza qondan hujayraga o'tadi. Natijada qonda qand miqdori kamayadi. Ikkinchi vazifasi insulinning energiya hosil bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni hujayraga kirgan glukoza energiyaga, ya'ni ATFga aylanadi va u mushak va miyamiz uchun ozuqa hisoblanadi. Va keyingi vazifasi insulinni ortiqcha glukozani zaxiraga aylantiradi. Ya'ni jigar va mushaklarda glikogen sifatida saqlaydi. Keling endi qandli diabetni turlarini ko'rib o'tamiz. Xo'sh, qandli diabetni o'zi ikkita tipi tarqalgan, ya'ni birinchi tip qandli diabet va ikkinchi tip qandli diabet. Xo'p, birinchi tip qandli diabet bu oshqozon osti bezi insulinni mutlaqo ishlab chiqarmaydi. Demak, bu ko'pincha yosh bolalarda uchraydi. Avtoimmun jarayon hisoblanadi. Va demak bunday bolalar, bunday yoshdagi bolalar ko'pincha doimiy insulin olib yurishga majbur bo'lishadi. Chunki oshqozon osti bezi umuman insulin ishlab chiqara olmaydi. Ikkinchi tip qandli diabetimiz esa demak ko'pincha 40 yoshdan kattalarda uchraydi va bunda insulin ishlab chiqarish jarayoni sekinlashgani hisobiga, pasaygani hisobida qandli diabet kelib chiqadi. Asosan semizlik, ateroskleroz, kam harakatlilik va noto'g'ri ovqatlanish bu ikkinchi tip qandli diabetni keltirib chiqaruvchi omillar hisoblanadi. Demak, davosiga keladigan bo'lsak, bunday tipdagi diabet bemorlar dieta, dorilar va ba'zan insulin olishlari kerak bo'ladi. Xo'p, endi qandli diabetni belgilariga kelamiz. Qandli diabetni erta va kechki belgilari bo'ladi. Erta belgilari ko'pincha birinchi belgilar hisoblanadi, ya'ni bemorda birinchi navbatda kuchli chanqash, ya'ni chanqoq boshlanadi, ko'p suv ichadi bemor. Keyin tez-tez yeyish, ya'ni tez-tez peshobga chiqadi bemor. Bundan tashqari og'iz qurishi, charchoq, holsizlik, ko'rishni xiralashuvi kabi alomatlar boshlanadi bemorda. Demak, biz buni tibbiy tilda 3P simptomi deb ataymiz, ya'ni polifagiya, polidipsiya, poliuriya. Polifagiya demak och qolish, ko'p ovqat yeyish, polidipsiya ko'p suv ichish, poliuriya esa ko'p peshobga chiqish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, bundan tashqari yana bemorlar jarohatlansa, jarohati tez bitmaydi. Demak, o'z-o'zidan tana vazni yo'qoladi yoki tana vazni ortib ketadi. Kechki belgilariga keladigan bo'lsak, kechki belgilari demak diabetni og'irroq ko'rinishda bo'ladi. Demak, asosan ko'z zararlanishi, ya'ni retinopatiya, ko'zni zararlaydi diabet. Bundan tashqari buyrak shikastlanadi, ya'ni nefropatiyalar paydo bo'ladi bemorda. Bundan tashqari asab zararlanishi, nevropatiyalar, oyoqlarda yara, ya'ni diabetik yaralar paydo bo'ladi va yurak qon tomir kasalliklari ham o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Shuning uchun ham qandli diabetni kasalliklar guldastasi deb atashgan. Xo'p, davosiga keladigan bo'lsak, davosida asosan insulin terapiya qilinadi. Demak, birinchi tip majburiy insulin terapiya, ya'ni ularda bundan boshqa davo yo'q. Ikkinchi tipda esa nazorat bo'yicha insulin terapiya qilinadi. Bundan tashqari ular
to'g'ri ovqatlanish, demak ovqatlar tarkibida qand kamaytirilsa va sog'lom ovqatlanish tanlansa davo hisoblanadi. Bundan tashqari jismoniy faollik, har kuni harakat qilish ham qandli diabet, ya'ni ikkinchi tip qandli diabet uchun asosiy davo choralari hisoblanadi.